Robbim, sen meni tahajjud namoziga uyg'otgin deb yotdim. Tur, tahajjud namozini o'qi dedi. Keyin men kim bu? Nimaga eshikka oldida turibsizlar, ichkariga kirmayapsizlar desam, yana tur, tahajjud namozini o'qi dedi. Bu holat 3 marta takrorlandi. Keyin men so'radim, bu kimning soyasi? Soyani egasi qani deb so'raganimda, oldilaridagi odamlar aytdiki, bu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning soyalari. Seni tahajjud namoziga uyg'otgani keldi, tur deyishdi. O'sha payt men soyani egasi Rasulullohni ko'rish bilan ora bo'lib, o'zlari qanilar deb qidirishga tushdim. Alhamdulillah deb yugurib borib, tahorat olib, tahajjud namozini boshladim. Ko'zimni yumib sajdaga ketyapman. Ey Alloh, o'sha holatni ko'rsat menga. Ey Alloh, o'sha holatni ko'rsat. Soyalarini ko'rsatding, o'zlarini ham ko'rsat, Robbim. Qaniydi ko'zimni yumsam, soyani egasi Rasululloh ko'rsam degan bir his-hayajon bilan namoz o'qidim, tahajjudimni. Bir kun qattiq yig'ladim. Ey Alloh, nega ko'rsatmayapsan? Nimaga men senga yoqadigan amal qilmayapmanmi? Yo bo'lmasam seni xafa qilyapmanmi? Seni g'azabingni qo'zityapmanmi? Nimaga meni tushimga kirgizmayapsan dedim.